Yangi kvartiraga ko'chib o'tdingiz, lekin darhol qo'shnilarning shovqinini eshityapsizmi? Chunki sizga quruvchi g'isht va yengil bloklardan pardevorlar qoldirgan. Lekin sizda oddiy va ishonchli yechim bor. Gazoblokli pardevorlarga knaf profillardan karkas, mineral paxtadan izolyatsion qatlam va 2 qavat knaf safir gips kardonini qo'shing. Natijada siz ancha yaxshilangan tovush izolyatsiyasi, tekis, mustahkam va namga chidamli sirt, uyingizdagi qulaylikka erishasiz. Nega aynan knaf profillari? Chunki ular mustahkam, knaf safir gips kardon bilan birgalikda devor qoplamasini yetarli darajada bikir qiladi. Bu esa shovqinni o'tishini cheklaydi. Bu esa devorlar uchun tovush izolyatsiyasining hamyonbop yechimidir. Knaf safir gips kardonlari zichligi yuqori va mustahkamdir. Shu sabab uni faqat maxsus X10 burama mixlari bilan montaj qilinadi. Ular sinmaydi, kartonni yirtmaydi va mustahkam ushlab turadi. Tandemda asosiy devor, mineral paxta, knaf profillardan karkas va 2 qavat knaf safir gips kardonidan siz shovqin, zarba va namlikdan himoya qiluvchi haqiqiy pardevorga ega bo'lasiz. Bu ideal tekislik va sokinlik deganidir. Knaf safir devorlarning tovush izolyatsiyasi uchun samarador yechim.